o'ng tarafimiz qanaqa masjid ekan? Daraxt masjidi. Nimaga o'sha yerga kelsam, mana shu yashil daraxt ko'rsam bor-ku. Yashil daraxt ko'rsam. Buni tasavvur qiling-da. Shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jin masjidi turibdilar. Hozir misol uchun mana shu daraxt ildizdan qo'porilib, xuddi odamga o'xshab yurib kelishi mo'jiza. Shu narsani ham ko'rib iymonga kelmagan-da. Chuvasini mushriklar. Shu darajada o'sha la'natlangan qavm bor-ku, bilasizlar, yahudiylar. Alloh la'natlagan. O'shaning uchun mushriklarni ham iymoniga kelmaydigani kelmagan. O'shaning uchun ham timmiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga zulm qilavergan. Qalbida ozgina bo'lsa iymoni bor, Alloh tanigan insonlar o'sha paytda ham qo'lidan kelgancha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldilarida tirgak bo'lib turgan. Birinchi bo'lib qaysi ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonida kuch bilan turgan? Hadicha onamiz. Birinchi bo'lib kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan? Yana nima kerak bundan ortiq? Ayollar islomda ulug'langan. Sizlar biza uchun bamisoli farishtasizlar. O'z shundoq ham farishtasizlar. Hadicha onamiz sevgilarini izhor qilishdan uyalmagan, lekin nimagadir bizning o'zbek ayollarimizga mana shu narsani hattoki eriga aytishga juda qiyin. Endi andisha, hayo degan narsa bor. Lekin u vaqtda chin dildan aytgan. Hech kim yo'q deb aytsangiz bo'ladi. O'zlari. Hammani oldida aytish shart emas. Hammani oldida aytish shart emas. Xo'p, biz jannatni Alloh qabristonga borib, Hadicha onamizni ziyorat qilamiz. Ketdik.